Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Alloh nasib qilib mana Ramazon oyiga ham yetib keldik. Shu oyda o'zini agar gunohlardan poklamasdan chiqqan odamlar bo'lsa, ularga vayl bo'lsin degan shunday bir payg'ambarimizdan hadis bor edi. Bu oy bizga poklanish uchun berilgan juda katta imkoniyat. Bu oyda shaytonlar hammasi kishanlangan bo'ladi. Bizni yo'ldan urishga ularda nima deydi? Kuch-qudrat bo'lmaydi. Nima yo'q, kuch-qudrat desang ham bo'lmaydi ekan, endi iloji yo'q. Kishanlab qo'yilgan. Shu sababli endi biz ularni vasvasasidan uzoq bo'lib, xotirjam ibodat qilsak bo'ladi. Faqat buning uchun bizda shu oyda qanchalik muborak oy ekanligini, bu oylarda eng bu nima deb qo'yadi, barakotli oy ekanligini, oylarda bu nechasini bu shohi ekanligini, podshohi, toji ekanligini bila olamiz. Bu oyda eng muborak kun bo'lgan Qadr kechasi bor. Bu oy o'sha kun 1000 yildan afzal, 1000 oydan afzal deyapti. Bu degani 82 yil bo'lar ekan hisoblab chiqsa. O'sha bir tunda ibodat qilib kelganimizga bizga 82 yillik savob berilar ekan. Mana ro'za Ramazonda 30 kun ichida albatta tarovih namozlarini jamoat bilan o'qisak, kechalari tahajjud namozlarini ko'paytirsak, ayniqsa oxirgi 10 kunligida payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam shu juda nimaga berilib ketar ekan, ibodatga. O'zlari o'qib o'qimasdan kechasi albatta ahlilarni ham uyg'otib namozga da'vat qilar ekanlar. Biz ham o'sha payg'ambarimiz qilgandek qilib o'zimiz to'liq shu ibodatda bo'lsak, ahlimizni ham kechalari shu tahajjudga uyg'otsak, shu oyda albatta shunday katta savoblarga ega bo'lib, o'zimiz gunohlarimizdan poklanib chiqadigan bo'lsak, albatta bu biz uchun juda katta yutuq ekan. Bundan poklanib chiqa olmaganlarchi? Afsuski, bular ham juda ko'p. Bu oyda shunday ifloslar borki, savobni o'rniga gunohlarni 1000 barobar oshirib qilishadi. Bular kimlar desang, bular saroy mullalari. Bu yerda hozir masjidga minbardan turib yolg'on fatvolarni chiqarishadi. Mana bu mushriklar, mana o'zini boshda turgan prezidentlarni buyruqlarini bizga xuddi yoki Allohning buyruqlaridek yetkazadi. Mana yosh bolalarni kirgizmaylar degan buyruq bo'lsa, buni militsiyalar yordamida to'liq bajarishadi. Yana o'shalarda oqlab ham qo'yishadi. Bu oyda shunday, bu nimada jin shaytonlar kishanlangan bilan mana bu ins shaytonlar minbarda juda qattiq javlon urib harakat qilishadi. Ular bizlarni ham o'zlariga erishib ketish uchun yolg'on fatvolarni berishadi. Mana boshimizda turgan zolimni maqtashadi. Shu bilan bu ifloslar o'ziga do'zaxni sotib oladi, lekin afsuski tushunmagan ko'pchilikni erchitib ham ketadi. Shuni ko'zimizni ochaylik. Bu oyda jin shaytonlar kishanlangan bilan ins shaytonlar juda qattiq harakatga tushadi. Sababi o'zlarini mana bu mushriklar o'zlarini mana Robbisi, bularda ikkita, bittasi osmonda, bittasi yerda, mana shu boshimizda turgan tog'ut ham ular uchun bir Rabb, ular uchun bir but. Ular Allohga ham ibodat qilishadi, shu tog'utga ham ibodat qilishadi. Shu tog'utni ibodat nimasini, buyruqlarini bizga jon jahdi bilan yetkazib kelishga harakat qiladi. Allohning buyruqlarini-chi, uni o'sha mana bu yerdagi ularni Robbiga yoqmaganlarni jon jahdi bilan qattiq yashirib, o'shalarni harom ishni bizga buyurib, o'sha orqali bizni gunohlarimizni, bu savob emas, bu oyda gunohlarimizni oshirishga harakat qilishadi. Bu harakatlariga yetishadi ham. Sababi bechora xalq ko'pchiligi ilmsiz.
ularning gapini to'g'ri deb tushunib, o'sha ilmsizligi tufayli ularga erishib, bu oyda juda katta gunohlarga ega bo'ladi, savoblarga emas. Shuning uchun mana u bizni shunday adashib qolishimiz uchun mana u dindan ta'lim olishdi. Dinni o'rganishga qattiq qarshilik qilishadi. Odamlarda mana nimada YouTube'larda qarasangiz, juda vahimali qilib, mana falon joyda 7 ta, 8 ta, yo 10 ta norosida go'daklarga birov mana shunaqa nima deydi, ruxsatsiz mana diniy ilm o'rgatibdi deb turib, go'yoki ular shunaqa katta jinoyat qilgan. Shunday qilib yetkazishadi. Odamlar ularni vahimali gapini eshitib, bu narsa juda qattiq gunoh ekan deb undan qaytadi. Uni qilayotganlargacha tuhmatlar qilib, shu tufayli o'zlariga ham gunohlarni yanada ziyoda qiladi. Bu oy juda barakatli oy. Afsuski bundan foydalanganlar uchun barakatlik. Harakat qilmaganlarchi bu oylarda ular avval nimadan ro'zaning boshida kirgan gunohlaridan ko'ra ro'zadan chiqqanda 1000 barobar ortiq gunohlar bilan chiqadi. Bular kimlar desam, birinchi navbatda shu boshimizda turgan yurtboshlar. Ular o'zlarining yaqin malaklardan olgan, kelgan vahiysini deb qo'yamiz. Qo'shtirnoq ichida vahiy deymiz endi. Bu vahiy de Allohdan keladi. Lekin ularni haligi butidan kelgan mana bu narsa ham ular uchun vahiy. O'shalar nimani buyurgan bo'lsa, domlalarga yetkazadi. Domlalar bizga yetkazadi. Shuni qilmaylar. Mana bu narsa mumkin emas. Mana bu narsa mumkin deb Allohdan kelgan buyruqni emas, o'zining o'sha butlardan kelgan buyruqni bizga yetkazadi. Afsuski uni tushunmagan odamlar shunga erishib, bu oyda shunday tozalanib chiqib olish imkoni bo'lgan oyda bu oydan gunohlarga botib chiqadi. Shuning uchun ko'zimizni ochaylik, ehtiyot bo'laylik. O'zimizni va ahlimizni nima yoqlig'isi insonlar va toshlar bo'lgan do'zadan saqlaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.